Assalomu alaykum hammaga. Bugungi videomizda motor sich modelimizni qisqagina obzor qilib beramiz. Separatorimiz mana bunday upakovkada keladi. Komplektida separatorning o'zi, barabani bo'ladi. Sut tushadigani, qaymoq tushadigani, kamerasi, qozoni bo'ladi. Va bu kranniga sutni ochib yopish uchun ishlatiladi. Kaliti barabarni ochib yopish uchun va bittadan varankasi rezini qo'shimcha bo'ladi. Separatorimizni ishlatib ko'rsatamiz. Siz ko'rib turganingizdek, separator ovozi deyarli yo'q, vibratsiya bermaydi hech qanaqa. Separatorimiz sutni o'tkazish ob'yomi qozoni 12 litrli bo'ladi. 1 soatga 100 litr sutni o'tkazib beradi. Keyingi videolarimizda bu separatorimizni terishni, ishlatishni noldan boshlab tushuntirib boramiz. Videolarni o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'lib qo'ying.